Bugun sizga hech qayerda aytilmagan ajoyib retsept beramiz. Qariqizdan spirtli malham. U nima uchun ishlatiladi deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Lavhamizning avvalgi qismida qariqizning qator foydalari haqida so'zlaganimizdan so'ng juda ko'pchilik undan tayyorlanuvchi damlamalar, vositalar juda qiziq ekanligi haqida izohlar qoldirishgan. Azizlar, marhamat, ushbu retseptlar postini siz uchun tayyorladik. Qariqiz ildizidan damlama. Ichaklar, jigar, teri muammolari uchun. Bir osh qoshiq quritilgan yoki nam holatdagi maydalangan qariqiz ildizi 200-250 ml qaynoq suvga damlanadi. 30 daqiqa dam yedirilib, so'ng suzib olinadi. Kuniga 3 mahal ovqatdan 30 daqiqa oldin yarim stakan miqdorida ichib boriladi. Davolanish muddati 2 hafta, keyin 1 hafta tanaffus qilinadi. Qariqiz bargidan tayyorlangan damlama peshob haydovchi yallig'lanishlarga qarshi erkaklar va ayollar kasalliklarida davo bo'luvchi xususiyatga ega. Buning uchun 1 choy qoshiq quritilgan yoki ho'l holatdagi barg 1 stakan qaynoq suvga damlanadi. 15-20 daqiqa dam yedirilib, so'ng suzib olinadi. Qabul qilish tartibi kuniga 2 mahal 1 stakandan ichiladi. Eslab qoling, ayniqsa ushbu damlama peshob yo'llaridagi yallig'lanishlar va tanadagi shishlarni a'lo darajada bartaraf etadi. Shu bois bejiz uni ayollar va erkaklar kasalliklarida qo'llaniladi deb aytib o'tmadik. Va nihoyat video boshida va'da qilganimiz qariqiz ildizidan spirtli malham. Buning uchun 50 gram maydalangan qariqiz ildizi, 200 ml 70% tibbiyot spirti kerak bo'ladi. Shisha idishga ildizni solamiz va ustidan spirtni quyamiz. 10 kun davomida ushbu shisha idish har kuni silkitib turiladi, so'ng suzib olinib, toza idishga quyib qo'yiladi. Ushbu suyuq malham revmatizmda, mushak, bo'g'im va bel og'rig'i uchun nihoyatda foydali. Diqqatli bo'ling. Avval ham aytgandek, hozir ham aytamiz. Homilador ayollar, emizikli onalar va bolalar bunday damlamalarni shifokor maslahatisiz ichmasligi kerak. Odatda giyohlarga ham allergik reaksiyasi borlar, sizlar ham shifokor bilan maslahatlashgan holda iching. Qariqiz tabiat mo'jizasi. U haqida yanada ko'proq bilishni istasangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring. Mehnatimizga like bosib, yaqinlarga ulashishni unutmang. Sog'lom hayot sari qadamingiz mustahkam bo'lsin. Maslahatlarimiz tanangizga shifo bo'lib, ibodatlarga quvvat bo'lsin. Boshqa dorivor o'simliklar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bizni albatta kuzatib boring.